Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yılı 8 ayının 8 günü shanba. Ben Amerika'nın Los Angeles'ta yaşaydigan Erkin Sıdık. 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videoni hozir boshlayman. Bugun jami 4 cho'ng tema bor. Uningki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. O'tgan qatimki videoda men sizlarga deganimdek, ben DC'deki bir yig'inga borman degan. Yig'inga bordim. Yig'in nayti esil yig'in bo'ldi. Hammalar faraz qilgandan ko'p esli bo'ldi. Mushu yig'in vaqtida Amerika Uyg'urlari Lonqisi nomli yoshlarniki futbol musobaqasi bo'lgan. Uniki oyoqlashgan kunimi shu yig'in bo'lgan 27 shu kuni bo'ldi. Şuna onu mu yaxşı etmişler, aşina kılayım. Şununla neminim tüketip, yığınım etçip, keşte müsabıqınıki xulasını kıvitip, degендek nayt isli paliyat oldu. Nime, ben bu qatımız yığında cami 11 kişi liksiya sözlep berdi. Bununki xil köp kısmı yaşla. İşqilip nayt təsirlik oldu. Bulup mu çatalda tuğulup ösken Uyg'urlarniki farzandlari ularni nayti puxta yetishib chiqiltiribdi. Odamni haqiqatan ta'sirlantirdi. Men burun bularni faraz qilib kelayotgan bu qatim biroz amnitni ko'rdim. Hozirgi yoshlar qanday bir safoda cho'ng bo'tidi degan narsani. Mayli milliy siyat, milliy qimmat qarashi bo'lsin yoki kasbda bo'lsin, qilgan ishlari buni xalqaro saviyada bo'ldi, ish bo'ldi. Bu faoliyatni davomli qilmoqchi arzida bir qatim Amerika Uyg'ur Akademiyasi. Men sizlarga bu qatim so'zlangan 11 teminiki mavzusini deb beray. Odamlarni demayman, sababi nima desanglar, men odamlarniki leksiya so'zlashlarniki ruxsatini olmagan. Ashta boshqa bir ismini atamay, faqat leksiyaniki temislam deb qo'yay. Sizlarda bir ideya bo'lib qolsin, qanday mazmunlar so'zlanganligi. Jami 4 guruh, 4 panelda 11 maqola so'zlandi. Her bir panelde 3 tane adam vardı. Ben riyasetse kalkan panelden bir oğlumuz kileme, inimiz kileme kılıp, şunlardan işki kılıp, yani 11 adam. Unak timisi mundak, söylenen timla mundak. Muhaciretteki Uygurlar vazgeçilmez kimlik ve keçip olmaz Hristiyanlar. Bunun sözü geçi bazılarını desem buldu Doktor Esat Süleyman. Ondan keyin Uyg'ur tadqiqoti, madaniyati va tili sohasidagi yoshlar tashabbuslari. Ikkinchisi, uchinchisi doktor Gulnar Azizning temisi raqamlik davrda Uyg'ur yoziq meroslarini qo'g'dash, qo'lyozmalar, aslima va diaspora bilim sistemasi. Ondan keyin 4-chi maqola Doktor Baratcan Acınok, onunki temisi ko'rinmaydiganlarni yoritish, davlatlik tajribaxonalarning eng ilg'or kuch tadqiqoti va keyingi avlod olimlar. Undan keyingi tema raqamliq kelgusi, sun'iy aql, texnika. Yo'q, bu o'qilmaydi, qatnashmagan kilenmegen ilimizdeki temizmiş iken ama bu okulmadı. Onun da kinkisini Turguncan Kaşkari ilimiz sözledi. Sünni akıl modellerini kanda elallaştırış gerek degen temada. Sünni akıl hakkında. Onun da kinkisi yenilik yaratış, karxançılık ve tevekkülçülük meblağı siliş. Bu iqtisodda mablag' silish mushtarati bo'ldi. Ondan keyingisi doktor Qaysar Mijit elimizniki temisi 3 xil igilik tiklash temisi shu. Undan keyingisi kasbiy tibobat, sog'lomlik, donolik va uning keyingi avlodlarga bo'lgan ilhomi. Undan keyingi tema sınırımız Doktor Nurisa Kurban. Bu sınırımız Ferhat Kurban vefat olup gitti Türkiye'de. Şu Ferhat Kurban ilimizdeki sınırımız oldu. Andikin hazır
Dünya Uyghur Qurultayıda aktiv iş qilayotgan muttallib Qurban elimizniki hadisi bo'ladi. Doktor Nurisa Qurbanning temisi kona odatlarni yo'qotishdan yangi o'rganishgacha ma'rifning Uyg'ur ko'chmanlari va yangi avlodlarning kimligini yaratish va madaniyat meroslarini shakllantirishdagi roli. Uningdagi tema Uyg'ur munavvarligi uchun yo'l ochish. Uyg'ur yoshlarining aynak o'gzani buzib tashlashi. Buni bir yosh qizimiz so'zladi. Ikki tema bor, ikki qizlar so'zladi. Nayt isil. Uningdagi tema nimedeki Virginiyadaki Uyghur maktabini mağduriyatkan sınırımız Suriye Abdülhamid Hanım. Onun temisi tunji avlatdan keyin o'z vataniga berib boqmagan bolalarning qalbida Uyg'ur kimligini qandoq yetiltirish kerak degan temada. Mushta temalar so'zlandi, ko'ngillarda isil bo'ldi. Temalar isil. Ishqilib Uyg'urlardimi mushta yetishgan kishilarimiz xili bor ekan. Bu qatimki bu faoliyatga Kaliforniyadan 5imiz bordik. 5 odam Kaliforniyadan bordik. 4 leksiya so'zga için men bir guruhini boshqarib javob berdim. Ashta qilib chiqib obdan bo'ldi. Bu yilgi Uyg'ur Amerikaliklar lo'nqisi futbol musobaqasi 5 atrat qatnashib ekan buningga. Uningda Virginiyaning komandasi 1-chi, Kanadaning 2-chi, andan San Fransiskoning 3-chi bo'ldi. Yaqinda FIFA musobaqasi tugab mega borgan boshqa maydondagi o'ynashlarniki ahvollari xuddi FIFAda ko'rgan futbol musobaqalariga o'xshab narsalar his qildim, esil bo'ldi. Davr va biz degan kitob, biz chiqaradigan kitob o'tgandagi qatimda sizlarga dedim. Ashni sponsor qildigan, shuni tepkari bo'lgan qarindoshlarga chaqirib qolgan. Hozir qadar 6 yerdan yordam keldi. Uning birisi bir tashkilot Shimoliy Kaliforniya Uyg'ur madaniyat uyushmasi. Qolgan 5 alan 5 shaxsiylardan keldi. Bunun ichida Yevropadan 3 kishi bor. İnimiz Dolqun Aysa, İsmail Osman, Tavakkul İskender. Bu üçülen Yevropadan, andan İstanbul'dan bir qeri buvay akımız var. Mahmut To'xtaymin hacim. Yaşı 80 yaşını aşkan bu akımız yordam qildi. Andan keyin Amerika Los Angeles'tan Erkin Tunyaz yordam qildi. Shuna qilib hozir 5 shaxs bir tashkilot bo'ldi. Kitob pitaydab qoldi. Bu oyning oxirigacha bitadi. Lekin agar hozir bir sponsor bulay deyilgan qarindoshlar bo'lsa, agar pul yalini qilsanglar, isminglar kitobga kiradi. Ma qarindoshlarniki tashkilotning ismi kitobga kiradi. Buni bir deb qo'ydim. Yuqorida yan qilgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Andan keyin o'tganda sizlarga Pahrim.com degan bir Uyg'urcha kitob ombiri qurilganligini dedim. Uningga 2100 da kitob kirdi. Hozir uchuq, uni paylansanlar bo'ladi. Undan keyin biz yana bir shu sun'iy aql orqali mashg'ulot qiladigan kitob ombiri. Uningga Uyg'ur Project fondidan iqtisodiy yordam qildik dedim. Uning ismi Kitabim.ai. Kitabim.ai tashrif qilsanglar bo'ladi. Biz qilgan yordam bilan bu kitob ombiriga 400 dan ortiq Uyg'urcha kitoblar qo'yilmoqchi. Andan keyin buning iqtidori kuchliroq. Kitobni ochsangiz faqat PDF bo'yicha ochilmaydi u. Xuddi Word hujjatlar ochiladi. Andan keyin savol so'ray olasiz, abturaqada kitobning mazmuni haqida xulosalar berib olasiz. Har qanday ishlarni shu hozirgi ChatGPTga o'xshash inglizcha mashg'ulotlarni qanday olib berayotgan bo'lsangiz, mau qurolmi o'sha holatga kelmoqchi ekan. Andan keyin yaqinda yana bir Uyg'urcha sistemga biz Uyg'ur Project fondidan yordam qildik. Uning ismi idrak.com. Idrak.com bu qurolniki doirasi taxmin kengroq. Uning ichida Uyg'urlarniki Uyg'urcha o'rganish qurollari bor. Andan keyin lug'at bor.
ta'lim tarbiya manbalari bor. Ondan keyin bolalar uchun sun'iy aql muallim bor. Ondan keyin Uyg'urlarniki madaniyatini saqlab qolishga oid bir qism turlarmi bor buning ichida. Yaqinda bunga biz yordam qildik. Bu aslida qurilgan bir qoral ekan, hozir buni kengaytmoqchi. Çünkü bu iş davamlashyotidi. İsmi idrak.com. Ben yuqorida degan shu qurollarniki tor ismlarining hammasini shu videoningki YouTube'dagi videoning ostiga yozib qo'yaman. Shunga bundan keyin aşağıdan bir kirib boqay bu desanglar, boshqa yerga qaramay, meniki YouTube kanalimga kirib, shu videoning ostiga qarasanglar, shu yerda hammasini adresi bor. Shu yerdan kirasizlar. Aniki yemirish yaqinda diqqat qilyapsizlar, mavzumniki g'oya uchun tirishish degan bir temasidagi yozmalarini yozishni davomlashtiryapman. Bu narsalarda xili bor. Meniki hayotim ashlaq narsalar bilan liq to'lgan. Hayotimniki hech qanday bir qismi o'zigidan o'ngishli bo'lib boqqan emas. Nurg'un agri to'qayliqlarga duch kelib, qiyinchiliklarga duch kelib, ashlarni yengib, to'xtamay tirishib bugungi holatga keldim. Ashta boshqa bir qism qarindoshlardan bak isil inkaslar kelyotidi. Davomli yozing deb. Shunga bundan keyin davomlashtirmoqchi buni. Endi kelgusi plan buni kitob qilib chiqarish plani bor. Men uyg'urcha bilan inglizcha bilan. Men o'zimning hikoyalarini hozirgacha xizmatdoshlarimga deb bersam, chet tilda xizmatdoshlarim hammasi darhol erkin kitob qilib yozsam bu bestseller deydi. En köp setilgan kitaplar qatar keralaydı deydi. Bizniki hayatımız bir iptidai cemiyettek işte hayatını başlap ahiri hazırkadek bir orunda işletigendek acayip hayat var endi. İşte bu başka çetrefbek kızık diken. Bunun dikin ulan damlık yazısını damlaştırman yine. Ben burun teyarlıgan bir makalı var. Gayni reallik aylandırışının sırlık kanuniyeti diyen. Torbetede bor bu. Meniki men nashr qilgan kitobda bor. Chet eldagi bir qarindoshimiz menga deydi, men ash maqolani 17 qatim o'qidim dedimi yoki 24 qatim o'qidim dedimi, ashta dedi. G'oyani reallikqa aylantirishning maxfiy qonuniyati, sirliq qonuniyati. Bu ayni vaqtda dunyoda, g'arb dunyosida intayin cho'ng ta'sir ko'rsatgan bir narsa bu. Şuna Uyghur qarindoshlar ash maqolani o'qib boqmagan qarindoshlarning o'qib o'qishini umid qilaman. Bu bir kitob aslida. Men kitobni bir maqolaga o'zgartdim. Maqolam xil uzun, o ko'p qismli maqola endi. O'qib boqsanglar bo'ladi. Mushu sohada izlanayotgan bundan keyin bundan keyingi hayotini qanday yashash to'g'risida o'ylanayotgan qarindoshlar o'qib boqsanglar bo'ladi. U tarixiy bilimlar, tarixiy tajriba saboqlar nayt foydasi bor. Şuna bir qarindoshimiz 17 qatim, 20 qatim o'qigan o'qishga sabab shu. Endi g'oya uchun tirishish degan temlarni bundan keyin yozishim sal aslab qilish mumkin. Yaqinda men xizmatdagi vazifam bek ig'ilishib ketdi. Qattiq tirishyapman, ashta xo'simi burunqadek tiz chiqarmasligim mumkin. Shunaqam davom tirishiman. Endi ikkinchi mazmun aslida vatan aqidati. Bu iş gapning ichida vatan haqida hech kim kelmadi. Demak, Xitoy hokimiyati Uyg'urlarni nihoyatda qattiq kontrol qildi degan gap. Aslida burun etizlik bo'lsinmi, shunaqa narsalar bo'lsinmi kelib turadi. Yaqinda hech kim kelmayotidi. Buniki shu Xitoylarning yaqinda chiqargan qonunlari, belgilarimiz aslida munosabatlikmi deb o'ylayman. U qonunlar to'liq hozir to'xtalmayman men. Shunga munosabatlik deb o'ylayman. Bu hafta qat'iy video topolmadim. Shunga bugungi ikkinchi mazmun Xitoy haqida bo'ladi. 3-oyniki 12 kunda Xitoy bir qonun e'lon qildi. Etnik ittifoqlik va taraqqiyotni ilgari surish qonuni deydigan bir qonuniyat. Qonun. Lekin men sizga deb keldim. Bu Xitoydagi butun yerlik millatlarni yo'qotib, Junxo millati degan birla millat
ostiga akirish mushni amalga oshirishdagi bir qonuniy asos bo'ldi deb aytdim. Boshqa narsa shu Xitoy hozir qadar Xitoyda 56 millat bor deydi. Bundan keyin mush gaplar yo'qaydi. Bu maqsad shu. Endi bu qonuniki ichida Xitoy tilini yesildan tortib butun to'liq o'tirin bitiguchilik Xitoy tilini maktab tili qilish degan mazmun bor. Ondan keyin maktab, ota-onalar va butun nimalar, idoralar chuqur partiyaga sadoqatlik, sodiq bo'lish kerak. Ondan keyin o'ziniki o'rtaq Junxo millati ekanligi, Junxo millatining bir a'zosi ekanligini kuchlantirish, mustaqil ideyani kuchlantirish degan mazmun bor. Ondan keyin millatlararo turadigan joylar, uylarini millatlarniki o'xshamagan millatlarnikini hammasini bundaki aralashtirib bir yerga qilish degan bunday mazmunlar bor. Ondan keyin dinni xitoylashtirish degan mazmun bor. Ondan keyin milliy to'qinish, milliy ziddiyat keltirib chiqaradigan yoki millatlarning ittifoqligiga buzuvchilik qiladigan har qanday ish harakatni qattiq to'sadiganligi degan mazmun bor. Yana bir muhim narsa uniki 63-moddasida chet eldagi Xitoy hokimiyatiga qarshi so'z va ish harakatlar bilan shug'ullangan odam va tashkilotlarni ashlar qartami qonuniy chora qo'llanamiz degan mazmun bor. Bu nima desanglar, masalan chet elda mening tushunishim bor, mening tushunishim chet elda Xitoy hokimiyatiga qarshi so'z qilgan yoki ish harakat olib borayotgan chet elliklar agar Xitoyga bormayman desa bularni kirgizmaydi. Bularni deyotgan gapimiz shu. Endi chet elda yeşil kart chet eldagi ma'lum bir davlatda turish davlatning nupusga kirib bo'lgan. Ammo chet elda shu Xitoyga qarshi so'zlarni yoki ish harakatini qilgan Uyg'urlar agar Xitoyga berib qolsa, berishda ishdan chiqib qaytib kelishda ishdan taqib olishi mumkin. Bu mening tushunishim. Shunday qilib Xitoy Uyg'urlarni kontrol qilish ishini hozir ham bir qonun darajasiga olib bordi bular. Mushtaq shanmandilarcha ishlarni qilyotidi. Bu vaqtda dunyoda nurg'un g'ulg'ula bo'lyotidi, bo'ldi. Ammo hozirgi ahvol shunaqa endi. Hozir ham nurg'un organlar BDTM bor, buning ichida Xitoyniki shu qonunga nisbatan norozilik bildirib nurg'un gaplarni qilyotidi, lekin meniki hozirga qadar bir ko'rgan bir konkretni tadbiri yo'q. Har qatam ishlar bo'lsa, rozi gap qilib Uyg'ur irqiga to'g'riliq gaplar bu vaqtda 10 yildan ishib ketdi, ammo hech qanday ish harakat yo'q. Boshqa dastlabda gaplar g'ulg'ula bo'lib, keyin asosda pastlab qolgan ishga. Mashmu hozir shu g'ulg'ula bo'lish bosqichida hali yuqori pallaga ko'tarildi yaqinda, lekin hech qanday amaliy tadbir yo'q bu vaqtda. Ashta ketyapti. ABK qonun 3-oyning 12-kuni o'ttirg'a chiqdi. 7-oyning 1-kunidan boshlab ijro qilinishga boshladi. Endi mushniga yandaplam hozir yana bir belgilama chiqdi Xitoyda. Bu belgilamani 7-oyning 31-kuni e'lon qildi. Bu qanday belgilama desanglar, andikin 7-oyning 31-kuni e'lon qildi. 9-oyning 15-kunidan boshlab ijro qilindi ekan. Bu qanday belgilama desanglar, Xitoyniki chegarasidan chiqadigan va Xitoyning chegarasidan kiradigan odamlarni kontrol qilish belgilamasi. Buning ichida chet eldagi bir qism xatarlik yoki bir andish qilinadigan davlatlarga boradigan odamlarni chegaradan chiqarmaslik, ularni cheklash. Endi bundaq cheklash odatda
odatda 6 oydan 3 yilgacha bo'ladi deydi. Endi aşağı bir narsa chiqdi. Onundan boshqa Xitoyga keladigan chet elliklargami burunqidan qattiq cheklimlar qo'yilganligi bu mazmun bor. Agar Xitoyga keladiganlar yolg'onchilik qilsa, masalan ba'zi yolg'on hujjatga yoki san'atlarga tayansa, u bayqalgandan keyin ularniki Xitoyga kirishi 1 yildan 5 yilgachilik cheklandi deydi. Ondan keyin shu Xitoydan chet elga chiqadigan yoki chet eldan Xitoyga boradiganlarniki rasmiyatlarni bajaradigan shirkatlar chuqur Xitoy hukumatiga tizimlatish kerak deydi. Tizimlatmasa ularniki bajargan hujjatlarning hammasi inovatsiz ashtaq hujjatlarga kelganlarni tutamiz deydi. Endi kirgizmaymiz deydi yoki chiqarmaymiz deydi. Mana narsa qildi. Buni Xitoylar chegaradan kirib chiqadiganlarniki ishlarini boshqarish narsalarini bir o'lchamli holatga keltirish uchun qildik deyotdi bu belgilamlarni. Amaliyotda bu bir nima deymiz, bu bir sharmandachilik. Odatda xalqaro qabul qilgan qonun tuzum narsalarga butunlay xiloflik qiladigan narsa. Bu amaliyotda sirtqi qartilgan qonun tuzumlarni kuchaytirdi deydi, lekin amaliyotda uni butunlay asosini qiladigan narsa. Bu yerdagi savol, bunda savol tushadi. Xatarli davlatlar degani nima? Xitoyning xatarli davlatlar degan tizimiga kimlar kiradi? Masalan, Amerika, Yaponiya, Kanada, Avstraliya kirishi mumkin. Ashyaga chiqadiganlarni bular xatarli davlatlar, sen bosang bo'lmaydi deb aeroplanga chiqayotganda yoki chegaradan chiqayotgan chog'da to'sib qolish mumkin. Lekin bunday belgilamalar Xitoyniki amaldorlarga ishlamaydi. Amaldorlari yana xotin bolalarini, oshnasini, sirtin to'lgan bolalar degan narsalarni o'zi xohlagan davlatlarga chiqaraverdi. Bu tuzumniki chekimsiz uchraydiganlar faqat fuqarolar endi. Fuqarolar buni chekimsiz uchraydi. Endi mushu tuzum orqali bundan qanday ish bo'ldi desanglar, Xitoydan birisi chetlarga chiqaman deb hamma rasmiyatlarni o'tab, aeroplanga chiqayotgan chog'da tutilishi mumkin. Sizniki rasmiyating bizniki chegaradan chiqish qonun tuzumiga uyg'un kelmaydi ekan deb. Andan keyin nimishqa pasport olganda buni demaysizlar desa, sen yolg'onchilik qilib pasport olsan deyish mumkin. Ish qilib bu bir tuzaq, Xitoyning qurgan tuzuqi. Bunun ichida fuqarolarniki qarshi ko'rsatadigan yoki bu ishlarni hal qiladigan hech qanday kuch yo'q. Hukumatning bo'lsa bu kuchi cheksiz. Nim qilaman desa, qanday bahonada qilaman desa qila oladi bu ishlarni. Endi mushu Xitoy chet elga chiqib ketishini xohlamaydigan odamlarning hammasini mushu belgilama bo'yicha chegarada to'sib qo'ya oladi. Bu yerda chet elga chiqishni xohlamaydigan degan qanday odamlarni o'z ichiga oladi desanglar, hozirgi bir reallik yaqinda amalni bilasizlar, Xitoylar bir balalik tuzumini uzun muddat yo'lga qo'yib, hozir nupus azlab ketib, ishlagan odam azlab ketib, aşağılar yaqinda Xitoy fuqarolarini to'g'onlar deb rag'batlantiryapti, ularga yaxshi bir qism yaxshi mulozimatlarni qilyapti degandek. Shunga chet elga bir qism odamlar chiqadi degan gap, ular biroz qulda ish qiladigan kuchliroq odamlar chiqdi degan gap. Hozir endi mush tuzum bo'yicha ularning hammasini to'sib qolmoqchi. Bu chet elga chiqish yo'lida nupusni azlab ketishini to'sadigan bir narsa. Bu birisi. Ikkinchisi texnik jihatdan iqtidorli odamlarniki chet elga chiqishini cheklaydi. Bu ishlar boshlanib bo'ldi allaqachon. Masalan, yaqinda shu sun'iy aql sohasida ish qiladigan mutaxassislar aşağıdaki bir qismlarini intan qattiq darajada chekladi hozir Xitoy. Hatto muhofazat qiladigan aşağı bir holatga kelib qoldi bular. Ularni chiqarmaydi. Ondan keyin to'rda Xitoy hokimiyatiniki chishiga tegadigan ba'zi gaplarni qilib qo'ygan odamlar.
ularni chiqarmaydi. Anından keyin mushu hozirgi mushu belgilam bo'yicha albatta men degandek siz agar chet elda Xitoy hokimiyatiga qarshi gap yoki ish harakatlarni qilib qo'ygan bo'lsangiz, endi sizniki Xitoyga berishingiz xatarlik bo'ldi degan gap. Hozirgi o'tirib chiqayotgan gaplar, analizlarniki gaplari, mayli siz chet elniki, bir chet elniki grajdanni bo'lib bo'lgan bo'ling, yoki u yerga grajdan bo'lib bo'lmay, nupsiga kirib bo'lgan bo'ling, ehtimol siz Xitoyga borsangiz kirgichilik gap qilmasligi mumkin deydi. Ani chiqadigan chog'da yo'qsan chiqsang bo'lmaydi deb to'sib olish mumkin deydi. Yaqinda bir Xitoy oilasi Yaponda 13 yil turib Yaponning grajdani bo'lgan bir Xitoy oilasi 3 bolasi bor ekan. Bular Xitoyga berib qaytadigan chog'da ularni chegada to'sib olib, bular Xitoyda endi Yaponning grajdani bo'lib bo'lgan 13 yil tug'ilgan 3 bolasi bor, Yaponda tug'ilgan. Ammo Xitoyga berib chiqmaydi desa chegadan to'sib olib, shuning bilan Xitoyda yashay olish uchun o'ziniki Yaponning grajdanligini bekor qilib Xitoyda turib qolganligini mushtaq bir narsa taqaldi to'rda. Intan kan taqaldi. Endi bu voqealikniki o'zi yolg'on. Uning rost bo'lishi ehtimol intan tuvan yolg'on bo'lishi mumkin, lekin mush bir yolg'on voqealik chet eldagi Xitoylar orasida intan cho'ng g'ulg'ul qo'zg'atdi. Bu bir misol o'padi. Xitoyniki yangidan chiqargan belgimisi nimadan darak beradi degan narsada bu bir misol o'padi, intan cho'ng g'ulg'ul qo'zg'atdi. Anakin bu qonundagi mazmun ichidagi bir narsa, agar sizni chegaradan to'sib olsa, masalan, siz Xitoyga kiruvchi bo'lsin yoki chiquvchi bo'lsin, ularniki nima uchun ashta qilganligini sizga tushuntirish majburiyati yo'q. Xohlagancha tuta oladi degan gap. Bu tuzumdagi yana bir narsasi, yaqinda hozirda Xitoy iqtisodiyotdan intayin ig'ir ahvolga patdi hozir. Pul tugab yerlik hukumatlarniki. Shunga Xitoydagi mablag'larniki pulniki sirtqa chiqib ketishini cheklaydigan bir qism narsa o'tirib chiqdi yaqinda. Shirkat qurib chet elda bozorga solgan odamlarniki chet elda topgan pullarini Xitoyga qaytarib akilish degandek. Mushlar narsalar o'tirib chiqyapti. Mao belgilamaniki yana bir maqsadi puldorlarning chet elga qochib ketishini to'sish. Bu mazmunum bor bunun içinde. Şuna bunu mu bir dep dedim. Andik albatta men degandek Xitoyniki nüfusga ehtiyojı var. Şuna ko'p sonli kishilarniki chet elga ko'chman bo'lib chiqishi buniki mumkin emas deydi. Xitoy analizchilar Xitoydan buniki chet elga ko'chman bo'lib chiqish mumkin emas deb ishonadi. Mumkin emas bu qilish mumkin deydi. Yani 9 ayın 15 gündən keyin Xitoydan chet elga ko'chman bo'lib ketish cheklandi deydi. Xabarlarda bor burun Amerikaga kelgan kishilar, Amerikaning grajdani bo'lib qolgandan keyin Amerikada turib Xitoydagi otasini Amerikaga keldigan iltimos qilib, keyin bu rasmiyatlarni Amerikada bijirib, ondan keyin rasmiyatlarni otanisiga o'rgatib yoki och-singillariga degandek. Ular Xitoydan Amerikaga ko'chman bo'lib keladi. Bundan keyin mushu yo'l butunlay to'siladi deydi. Mushta bo'lganda Xitoy amaldorlariga bunday belgilanmalar ishlamaydi. Sizlar o'qisizlar. Xitoyda davomli ikki xil sistem bor. Lekin bu belgilanmalarniki ziyonkashga uchrayganlar hammasi fuqarolar. Ondan keyin nayt aniqki bundan keyin Uyg'urlarniki ishi texnik ta'sir qildi burun qaragan chog'da. Ota-onalarniki chet elga chiqib bolalarini yo'qlashi yoki bolalarini berib ota-onalarini yo'qlashi. Bu ishlarni intayin tasdiq ketish mumkin. Ham xatarlik bo'lib qolishi mumkin. Endi bu Xitoy haqidagi yana bir mazmun sizlarga men burun bir Angliyadagi bir donliq Ramsog'chining gapini deb bergan.
Craig Hamilton Parker degan odam. Sizlarga ba'zi videolarim ko'rsatib qo'ygan bu odamniki. Bu odam o'tgan yilniki oxiridan tortib yaqingachilik Xitoy haqida bir qism farazlarni o'tirg'a qo'ydi. Bo'libmi Xitoy va Shi Jinping haqida 3 farazni o'tirib qo'ydi. Bundan keyin bo'lgan ishlar to'g'riliq. Endi bir deb qo'ydiganim bir qism analizchilar bu odamniki işte farazlari, sağan ramlari keyin oxirida shu bo'ldimi, bo'lmadimi? Shuni bir statistika qilib qilibdi. Bu odamniki mo'ljallarniki yuz berish ehtimolligi 85dan 90% ekan. Fangway dedi bu gapni. 85%dan 90%gacha ehtimolligi bor deydi. Masalan, o'tgan yil maslaga degandim, bu odam o'tirib qolgan farazlarning ichida İran'daki Ali rahbari Ali Xumeyni o'ldirildi degan narsani o'tirib qo'ygan. Aslida o'tgan yil 12 oydan burun o'ldi debdikan bu odam. Uning vaqti sal kechikib 3 oydan keyin yuz beribdi. Bu yil 2 oyniki 28 kuni o'ldirildi. Ondan keyin Angliyaniki bosh ministri huquqdan tushdi degan gapni degan bu odam o'tgan yil. Bu o'sha haqiqatan yuz berdi. Mana shu misollar endi. Yaqında bu o'tgan yil va bu yil bu odamniki Xitoy va Shi Jinping haqida degan 3 qatim degan gapi bor. Men shularni sizlarga bir deb qo'yay dedim. Uniki birinchi qatim uning degan gapining birisi Xitoyning iqtisodiy ko'rinishida intayin kuchli. Lekin u bir qurilma sifatida intayin tez to'layotdi. Ishchilar o'ziniki maoshini olamayotdi. Ondan keyin paychak bozori to'nib bitildi. Paychak bozorini to'ngitib qo'ydi deydi. Uy bozorisidagi ahvol, egri ahvollar hozir o'tirib chiqyapti, portlab chiqyapti o'tirga. Shunga 2026-yili Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki huquqining Xitoy Kompartiya hokimiyatining huquqining yo'qolishiniki boshlanishi bo'lishi mumkin deydi. 2026 is the beginning of CCP lose control deydi. Xitoy Kompartiya hokimiyati boshqara olmaydigan bir holatniki o'tirib chiqishligi boshlanishi bo'lishi mumkin deydi 2026-yili. Bu degan gaplarning birisi. Ikkinchisi 2026-yilniki oxirgachilik Shi Jinping huquqidan ilib tashlandi deydi. 2026-yilning oxirgachilik. Yana birisi Shi Jinping 2027-yili mavjud emas bo'lib qolishi mumkin deydi. Ikkinchisi, uchinchisiniki mazmun asosan o'xshab ketadi. Chiqib ma gaplar bir qatimda degan gap emas. Necha qatimliq gapida o'tirib chiqqan gaplarni agar biroz xulosalashtirsak, mesela 3 kategoriyaga kirdi ekan. Chiqilib bu odamniki mesela degan gaplar bor. Shunga agar bu rost bo'lib qolsa, biz hammamiz uchun aytdi tasvirlagisiz uchun xabar bo'ladi, yaxshi xabar. Shunga sizlarga bir deb qo'ydim. Undan keyin endi qanday Xitoy chiqadi, endi qanday ishlar yuz beradi bilmaymiz. Ammo Shi Jinping degan jallodniki dardini yetkazdik. Millatimizdan olib qoldik asos jihatdan. Hozir endi insonlar bir odatda huzurlangan kichikkining ishlardan huzurlanmay ashtaqa yashayapmiz endi. Shunga buni sizlarga bir deb qo'ydim. Hozir Xitoyniki bu yillik BDX yig'ini ichilyapti. Bu yig'inni aslida Xitoy boshliqlariniki damilish faoliyatidek bir faoliyat, lekin shu yerda hal cho'ng qarorlarni oladi bular. Shunga BDX yig'ildi hozir. Bu yillik bir ahvol bunga qat'iy o'xshamaydi. Bu Shi Jinpingning holati intayin nachar. Shi Jinping hozir intayin bir qo'rqinch holatga kelib qoldi. U nimadan Jonanxaydan boshqa yerlarga asosan boramaslar bo'lib qoldi. Hech narsa boramaydi hozir. Sirtlarni kuzatish bo'lib qolsin, u bu ishlar bo'lib qolsin, hammasini videolik qilib, u yerga qat'iy uzib bormay, Beijingning sirtiga chiqolmay,
Aşağı jurvatıdı. Çıkılıp uniki ahvalı internet xatarlik. Ötkendi deganimdek u hazır 2027 yılda Tayvan aldı ekan, 2028 yılda Tayvan aldı ekan degan gaplar bor. Xalqlarning og'zida. Lekin Xitoyniki hozirgi holatida Xi Jinping o'ziniki qo'lining ostidagilarga ishinib, qurollarni taqitib Tayvanga hujum qilinglar deyolmaydi hozir. Unda holat yo'q. Şuna ağlı boş. Hazırım olmuş ahvallar. Beydeye xadigi yig'indimi aks etyapti deydi. Bu qatimki yaqinda Xi Jinping bir yig'ilishda tunji qatim Xitoy iqtisodining intayin nacharligini debdi o'zining og'zidan chiqibdi bu gap. Üçüncü mazmun bugun so'zlaydigan dunyoniki vaziyati, uniki birisi Iran. İran bilan Amerika İranga hujum qilib kelib balo qoldi. Hozircha deyish mumkin. Intayin osal ahvol qilib qoldi. Burun 2 haftaning ichida 2 haftaning yo 6 haftaning ichida hamishini bitirayman degandi. Hozir xili bo'lib qoldi. Bitiramay bo'lgansir Amerika bir qiyin ahvolga tushib qolyotdi. Yaqinda İran bir qism narsani o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'yib 3 narsani o'tirib qo'ydi. Hormuz'ni bo'g'izini biz kontrol qilamiz deydi birinchisi. Ikkinchisi Hormuzdan o'tadigan butun portlarga 7% 7% haq olamiz deydi. Shu Hormuz bo'g'izini o'tganiga 7%dan haq olamiz deydi. Parktiki mulkniki bu degan gap desanglar, parktiki molniki qiymati agar 100 million dollar bo'lib qolsa, uningdan 7 million dollar pul olamiz degan gap. Sana 93 million qilib qoladi, 7 millionni biz olamiz degan gap. Aşağı degan gap ma'qul. Ondan keyin uchinchisi Hormuz bo'g'ozidan o'tadigan parklarning ichida Amerika bilan Isroilniki parkda o'tishga qat'iy bo'lmaydigan cheklaymiz deydi. Aşağı dedi, mushtaq bo'lganda agar bu ishlar rost bo'lib qolsa, mushuni amalga oshsa, İran'daki urushdan burungi yillik GDP'siniki 3dan 1 qismi shu Hormuz bo'g'ozidan kiradi ekan. 3dan 1 qismi kirim shu Hormuz bo'g'ozidan kiradi ekan. Hozir endi bu ish rasmiy olganda qilolmaydi, lekin agar rost bo'lib qolsa, İran agar mushlarni qila olsa, Amerika bu qatim urushda butunlay mag'lub bo'lgan bo'ladi. Hozir Amerika yo'qgan bir masala Amerika'nınki bomba skladları kurulduğunu kaldı. Mesela bir misal, Amerika'nınki vatanperverlik degen bir başkurulduğun bombadan kovdulduğun başkurulduğun bomba var. Vatanperverlik, Patriots degen bomba. Bunu Amerika'daki Lockheed Martin degen şirket işlep çıkardı. Bu şirket yıllığa aran 600'den işlep çıkarılayken bu bombadan. Lekin bu qatam Amerika İran urushiga 2000'ni ishlatibdi. 2000'ni ishlatib hozir nimasi skladi biroz quritilib qolibdi. Endi yangi ishlab chiqay desa, yiliga 600 ishlab chiqalar ekan. Albatta degandek. Shunga buningda hozir nihoyatda cho'ng bir qiyinchilik duch keldi Amerika. Yaqinda burunqidek xohlagancha İranga berib bomba tashlagan ishni qilmayotgan sababi shu. Hozir İran, Amerika mı jim bo'lib qoldi, İsrailiya mı jim bo'lib qoldi. İsrailiya nima uchun jim bo'lib qoldi? Bu gaplar ancha ko'p o'tirib chiqmayotdi. Lekin mening farzimcha ularni bombani intanjiq tashlayapti İranga. Ashta bo'lg'achqa İsrailiya degan kichik bir davlat, ularniki undaq bomba zapaslari buncha ko'p emas deb o'ylayman. Shuning ulardan hozir mashaq bombalari ozlab ketgan sabab bo'lishi mumkin. Balki gap Amerika yoki İsrailiya İran'a yeni bomba tashlasa, İran Amerika'nınki qolgan shu O'rta Sharqdagi harbiy bazalariga bomba atadi. Bu bombani atsa, hozir bu bombani to'sib qoldigan bombalar qamoqlik uchun Amerika va İsrailiyaniki ziyon bo'lib ketadi. Ashta bo'lgan uchun bular burunqidek unda bombardimon qilolmagan bo'lib qoldi degan deb faraz qilinyapti. Hozir endi İran'daki liderleri Amerika ve Trump'ni maza qilishga boshladi bola. Qo'rqmay arqisini gaplarni davodadı.
Birisi Amerika bilan İsrailya o'ziniki yadro qurolidan voz kechmasa, biz chuqur yadro qurol yasaymiz, yadro bombasi yasaymiz degan gapni oshkor qilyotdi. Bu birisi. Ikkinchisi, mana shu tunugimi deyman, İronniki bir rahbari Said Abbas Arag'chi deydi. Said Abbas Arag'chi mana deb Twitterga mana deb chiqadi. İronniki nayda kuchli armiyasi o'zininki qancha tayyorligi borligini ko'rsatib qo'ydi. Ko'rsatib qo'ydi. Bu armiya dunyodagi eng qimmat armiyaga taqobil tura oladi. Nima deydi? İronniki armiyasi dunyodagi eng qimmat armiyaga taqobil turishdagi tayyorligi, iqtidori va kuchini ko'rsatib qo'ydi deb sanaydi. Agar musulmonlar birlashsa, dunyodagi har qanday tahdidlarga taqobil tura oladi deydi. Hozir musulmonlar birlashib o'z kuchimizga tayanib o'zimizni qo'llaydigan vaqti keldi degan bir gapni Twitterga yozibdi. Yana birisi G'alibov deydi. G'alibov bu nima amaldorligini yozib izolmadim. U mana deb yozdi bu Twitterga. Cho'ng ko'lamlik hujum boshlandi. O to'xta. Men xato so'rab ketibman. Ular bizlarni suhbatlashmoqchi, tampan qilmoqchi degan ma'qul Trumpning gaplarini naql keltirib degan gaplari. Cho'ng hujum boshlandi. O to'xta. O ko'ngling olma. Men xato deb ketibman. Ular bizlar suhbatlashmoqchi, tampan qilmoqchi degan gaplar naql keltirgan gaplar. Bu mana hozirgi Amerikaniki teatrxona diplomatsiyasi edi. Teatrxona diplomatsiyasi. Mustaqil gapni qo'rqitadigan, ijro qilinmaydigan va'dalarni beradigan, yolg'on xabar taqitadigan, taqtish orqali elib berilayotgan jang deydi. Hozirgi jang bu bir mag'lub bo'lgan strategiya. Hozirgi reallikni e'tirof qilib, o'zingizki maslahatni ado qilgan deydi. Bizniki bundaq teatrxona diplomatsiyasiga hojatimiz yo'q deb. Bu ma'vu G'alibovning degan gaplari. Ishqilib, bunday gaplarni burun deyamaydi. Men bir haftaning ichida ikki odam o gapni dedi. Lekin agar Amerika bilan Isroiliya yadro bombalaridan voz kechmasa, biz chuqur yadro bombasini yasaymiz. Bizning mana huquqimiz bor degan bu gaplarni dedi. Ishqilib, ahvolda mana cho'ng o'zgarish bo'lyotdi. Cho'ng o'zgarish bo'lyotdi. Hozir Trump'ın burun qaraganda yugoshlab ketdi. Asosda nima desa, aslida bir haftadak bombardimon qilgankin Ironniki 90% harbiy kuchini yo'qotdi degandi, amniyati yo'qolmabdi. Hozirmi Iron Hormuz bo'g'izini yutayotgan har qanday parxodga hujum qila oladigan yoki Amerikaniki O'rta Sharqdagi harbiy bazalarga hujum qila oladigan kuchini davomli ko'rsatyotdi bular. Ular davomli ko'rsatyotdi, ammo Amerikaniki bombalar azab ketib, biroz pastga uchib qoldi hozir. Shuning bilan buningki nima ish yuz berdi uqmaymiz. Endi Trumpniki burunqicha gapi bo'lganda, Iran hozir qilayotgan ishlarni qilganda, to'xtatmaganda Trump Ironni tuzlatmoqchi edi. U gaplarmi yo'q hozir, unday gaplarni ancha qilmaydigan bo'ldi. Ishqilib, buningki nima ish bo'lganligi aniq emas. Hormuz ichib etilmadi. Bu ahvol butun dunyoniki neft savdosiga ta'sir ko'rsatyapti. Dünya iqtisodiga ta'sir ko'rsatadi. Hozir 8-oy
11 ayda Amerikada o'tira saylan bor. Agar uningchilik maoshlarning oxiri uzilmasa, bu yilgi Amerikaning o'tira saylamida Cumhuriyetçiler egir kun qilishi mumkin. Hozir Trumpniki eng andish qatqanimiz shu. Ashta bu boshqa mustaqillikka biroz Ironga yolvurdigan, ilindigan bir ahvolga tushib qoldi hozir. Meyda men bir narsa eskartib qo'yay. Men yuz bergan bu ahvolning hech qaysini xo'shal emas. Men sizlarga faqatlam o'zimni kuzatgan ahvolni deb qo'yapman. Bu ahvollar odamni ichini etishtirdi albatta. Etishtirdi. Bir masala hal qilib qo'ysak yamris tug'ilib, hozir Uyg'urlar biz nerede qoldik? Dünya sahnasida. Buni hammamiz bilamiz. İntan ichinishlik biz uchun. Bu Ironning ahvolimi biz uchun intan cho'ng foydasiz bo'ldi. Bizga bu cho'ng ziyon keldi. Hozir chet elda bir guruh kishilar bor. Davomli Uyg'ur masalasini tahlil qilishadi, nima qilish kerak degan masala to'g'riliq. Ashlarning hammasi shunday bechoralikka tushib qoldi. Siz qancha aqlli bo'ling, agar xalqaro vaziyat sizga foydali bo'lmasa, hech nima qila olmaydigan gap. Hozir Uyg'urlarning ahvollashda bir ahvol bo'lib qolyapti. Albatta men deganimdek Isroiliyami hozir yaqinda qat'iy Ironga hujum qilmadi. Birisi Amerikaning shu talibi bo'lsa, Jim Tug'in degan talib bor, shu birinchi bo'lyapti. Ikkinchisi mening farzimcha Isroiliyaniki bombalar tugab qolgan bo'lishi mumkin. Ukrayna Rossiya urushida hech qanday yangilik yo'q. Hozir Ukrayna urushniki urush rayonlarini Rossiya bilan Ukrayna o'rtasidagi urush bo'layotgan rayonlarni naytda qattiq to'sib oldi hozir. Ashta bu boshqa Rossiya davomli Ukraynaga ilgilab kirishga amalsiz qoldi. Undan boshqa Ukrayna Iroqqa boradigan boshqa shu nima uçqusuz plan bilan Rossiyaniki nurg'un yerlarini portlatib xil avariq qildi. Endi Rossiya bo'lsa o'chilish, intiqom olish yoki ishini yaxshiroq unga erishtirish maqsadida Ukrainaning ichidagi harbiy nishonlar emas, puhralarni portlatadigan, puhralarning uyini, puhralarning binolarni portlatadigan ishlarni endi davom qilyapti. İki tarafga yuz bergan chiqim intayin zo'r. Mayli odam chiqim bo'lsin, moddiy chiqim bo'lsin, intayin eg'ir. Hozir bu bularmi bir patqaq petib qolgandek bir holatda turyapti. Ancha yengillik yo'q hozircha. Dunyo haqida bo'lgan deydiganlarim shunchalik. Oxirida sizlarga men bu olam, hozirgi texnologiya haqida hozircha narsalarni deb beray. Yaqinda Elon Musk bir narsani dedi. Elon Musk intayin ko'p sonda mashina adam yasayotdi, rasmda ko'rgandek mashina adam. U deydi, bu Elon Muskning yasayotgan mashina adamlariniki odatdagi odamlar bilan ancha farqi yo'q deydi. Qanday ishlarni qila oladi degan narsada. O'tgan masala degandek u $20,000 atrofida bo'ldi ekan. Başta bo'lsa nurg'un oila uni setib olish mumkin. Uyda tamoq yeydigan, uyni tozalaydigan, kir yuvadigan ashlardan hammasini qila oladi deydi. Ondan keyin yana bir narsa, Amerika 1977-yili olam bo'shlig'iga ikki safarchi mangdigan. Uni safarchi 1, safarchi 2 deydi yoki uyg'urcha birinchi safarchi, ikkinchi safarchi desak bo'ladi. Quyosh sistemasi bir taxsiga o'xshaydi. Bir taxsa kun o'rtasida 8 planet mush taxsida aylandi. Birisi andaq, birisi mundaq emas. Hammasi taxsida aylandi. Bu ikki safarchini qanday qildi desanglar, birisini 57 gradus mezga mangdi taxsiniki matarafiga. Yamrisini matarafidan mezga mangdi. Mana gradusunu tutqaptım, 57 gradusga isimde var. Yamrisini matarafiga mangdi. Chiqilib bu ikki safarchini olamni tekshirib baxsin, olamning quyosh sistemimizning sirtida nima bor, shuni tekshirib baxsin deb shu mangdirib o'tgan 77-yili
Men sizlarga bu vaqtida burundan tortib olgan so'zlar berib keldim. Yozib qo'ygan maqolalarim bor, tor betimda hozirmi bor. Mushki safarchi to'g'riliq. Bu safarchida bir oltin taxsi bor. Oltin taxsiga 28 millatniki tili, rasmlari qochlangan. Anındaki resimleri yalang'och odamlarning rasmlari. Bu narsalarniki signalni, resim, ovoz, shularni to'xtamay taqitib mangdi bu ikki safarchi. Maqsad nima desa, tashqi planetalarning odamlari bor bo'lib, shu signalni qabul qilib qolsa, yashar haqida azroqcha bir ideyaga ega bo'lsin. Yashardagi odamlar qanday tillarni ishlatadi, qanday turq qanday, chili qanday, badni qanday degan narsalarni to'xtamay taqtidi buni. Men shu NASAga ishga kirib uzun o'tmaylarmikin u taxsiniki bir nusxasi bor ekan bizning idorada. Bir ko'rgazma xonga qo'yib qo'yibdi uni. Ular yasaganda davomli narsani ikkidan yasaydi birsin, ap qoladi. Bir bosilgan kunuk bor ekan, bossangiz shu 28 xil tilniki til chiqadi ekan. Hozir qaynatib ketayotgan safarchida bor taxsi bilan ma taxsiniki ovoz o'xshash chiqadi ekan. Ikki ovozdan tundim men. Salam deganini tundim, salam deganini tunib tasattu qo'shib ketib uyg'urcham bor ekan, bo'shaydi deb keyin tashlsam, uniki salam degani turkcha, salam degani arabcha ekan, uyg'urcha yo'q ekan. U joyda dunyo uyg'urlarni bilmaydi endi. Ashta boshqa ashta nasda. Mush ikki safarchi shu mong'ancha menib nechining oldida quyosh sistemasidan chiqib ketdi sirtiga. Chiqib ketib yaqinda bayqalgan nima desanglar, quyosh sistemasining sirtiga chiqsa, bir intayin issiq o'tdak intayin issiq tamba ekan. Va qizg'ish narsa shu issiq rayon. Ko'kish tug'an shar quyosh sistemasi. Asham o'ttirsida abataman degan quyosh sistemasining taxsisi bor. Quyosh va 8 planetaniki. Ashtaxkan buning temperaturasi bek yuqori ekan. Ma bu o't temi deb atabdi buni. 30,000 gradusdan 50,000 gradusgacha deydi bizning temperaturada. Lekin bu safarchilar bu o'tni xotirjam o'tib ketibdi hozir. Sababi nima desanglar, u yerda zarrachilar bek oz bo'lg'achqa u issiqlik bu safarchilarga ta'sir ko'rsatmayapti. Ma'nosini tushunmak tez odatga odamlarga. Masalan, bizningki yer yuzida kun chiqqanda butun muhit isib ketadi, isitsak isib ketadi, issiq. Oqshimisi sovib ketadi. Ashtaq bo'ladi. Ashtaq bo'lg'achqa bu kunning nuri bag'ayalarning hammasini mushtaq isitadi ekan deb ashtaq faraz qilamiz biz. Lekin kunning nuri bir yerni isitish uchun kunning nuri bir narsaga tegishi kerak. Bir narsa bo'lishi kerak edi. Bor bo'lsa shuni tegsa bu siydi shuni issiqimiz his qilamiz. Masalan biz tog'a chiqqan chog'da issiq havoni his qilamiz. Issiq degan nima desanglar, havoda zarrachalar bor. Bu zarrachalarga kunning nuri tegib, zarrachalarni isitadi, u issiqlikni biz his qila olamiz. Nafsimizda, butun bedanimizda his qila olamiz. Endi olam bo'shligi haqiqiy bo'shliq. U yerda yeshim yo'q. Yeshim bo'lmag'achqa kunning nuri o'tib ketadi u yerdan. Tigadigan, isitadigan narsa yo'q u yerda. Shunga odatda Yashardan masalan xalqaro olam punkti. Xalqaro olam punktining sirtiga chiqsangizmi, sirt intayin so'qoq. Nimishqa desangiz kun nuri isitadigan narsa yo'q u yerda, yeshim yo'q. Ashta boshqa bek so'qoq bo'ldi. Bu xalqaro olam punktida ish qilayotganlarni qarshi shunda qilin ko'pida kiyimlarni kiyib olgan. Ashta ishlaydi. Endi bu yerda hozirgi ma'noga bo'lgan tushuntirish nima desanglar, 30,000 gradusdan 50,000 gradusgacha issiq ekan rayon. Lekin u yerdagi zarrachalar intayin oz bo'lg'achqa bunga ta'sir ko'rsatmay ekan safarchilarga. Buni yashash uchun nima qilib qolsanglar bo'ladi? Bu biz uy qo'ygan mesh. Agar meshga o't qo'ygan bo'lsanglar, ustini tutsanglar qo'lga kuyib qoldi. Lekin ustini tutmasanglar qo'lga havoda tursa uncha kuymaydi. Sababi nima desanglar, meshniki yopqichi, u qattiq u yerda moddalar intayin zich, shunga intayin isib ketadi. Qo'limizni yaqsa qo'limizni ko'ydirib olamiz. Lekin ustiga chiqqan vaqtida havoda zarrachalar jiq emas, moddalar jiq emas.
u ya istiydi, ısqın tuyuymiz qul biz. Ne yapasak ısqın ne biz tuya alaymiz, lekin qul bizni ko'tarib qo'ymaydi. Mana shuniki bir misol endi. Mana bir narsa chiqdi. Andan keyin yaqinda xalqaro alam punkti tatgan bir rasm, ustidagi xalqaro alam punktida ostidagi yer shariniki Tinch okeanning ustidan tatgan rasm ekan. Buni men Facebook chiqarib qo'ygandim, bir ko'rsatib qo'yay. Andan keyin yana bir rasm, hozir Marsni tekshirayotgan mashina bor. Yaqinda shu mashina Marsning ustidagi bir ko'rinishni o'tdi yer yuziga. Mana Marsning ustidagi bir ko'rinish mana bu. Aya qarasanglar, haligi kichik qatachcha bir xil toshlar o'xshashlik bir xil narsaning izi bor ekan. Nihoyat ratlik narsa ekan, shunday bir rasm keldi endi. Ayni vaqtda Marsda suv bor burun, keyin suvlar qurib baliqdek bo'lib qolgan. Shunga shunaqa denizning ostidagi bir xil ko'rinishidek ko'rindi menga. Shuni men Facebookga chiqarib qo'ydim. Men har kuni shu olam texnik sohasidagi yangiliklarni ko'rib turman. Sal qiziqarliroq narsa bo'lsa, sizlarga tushunish osonroq bo'lsa, Facebookga chiqarib qo'yaman. Ama ko'rsatgan rasmlarning hammasi Facebookda bor. Shuni shu yerni ko'rsatgan bo'ldi, men shuni qisqacha qo'ydim. Va yana bir videoni ko'rsatishni unutib qoldim. Yaqinda bir Tibetlik New Yorkdagi BDT'ning oldida yuziga o't qo'yib, o'zini ko'ydirib oldi. Ashuna bilan butun dunyodagi Tibetliklar bir qo'zg'alib ketdi. Ash odamniki shu o'limi quruq ketmasin degandek namoyishlar bo'ldi. New Yorkda bo'ldi, boshqa yerlarda bo'ldi, San Fransiskoda bo'ldi. Mana bu ko'rinishda shu bir qatimliq namoyish ekan. Shu namoyish qatnashgan bir Tibet ayolniga qarshi bir ko'p yaqinlar. Ishqilib nima yaqinqi 2017-2018dan boshlab Uyg'urlar shu namoyish qatorliq siyosiy faoliyat harakatlarda dunyoni bir oldi. Kuchli mondi Uyg'urlar. Maqatim Tibet bir odamning o'zini o'ldirilishi bilan bonisi bilan butun Tibetliklar yana bir qatim qo'zg'alib ketdi. Ma bir ko'rinish. Endi meniki umidim Uyg'ur vatanida hech qanday yaxshilanish bo'lgan ish yo'q. Ashta bo'lg'achqa bizniki bo'shib qilishimizga hech qanday sabab yo'q hozir. Shunga mana bir eslatib qo'yay dedim sizlarga. Bo'ladi bugungi mazmun shunchalik. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.